Eng yaxshisi, o yerga berishni aytadin ya. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Manga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib otdi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bulunlar! Xotanda nayt bilimlik bir asorati iqtisodis qiladigan birsi bor deb anglab, uni izlab topdim. O, shu vaqtlarda to'xta, 50 necha yoshlarda deyman. Haqiqatan chiroydan bilimlik odamligi chiqib turadigan kamso'z odamkan. Men kelish maqsadimni uningga udulli dedim. Ham akagan narslarimni uningga ko'rsatdim. O bu 7 qochini elib, sanchilab ko'rib, chiroyi shu hamon o'zgardi. Va darhol asli holatiga o'rab, somkamga silib, bu narsalarni joyiga opirib etishimni topiladi. Nima bo'lganini toza tushunmay, uningga bu narsalarni qaytirib opirib etishimga mumkin bo'lmaydiganligini deb, bo'lgan ishlarni bir-aqur deb berdim. U yana birdam o'yinib olgandan keyin menga tushuntirib, bu qochilarga Kiroran podshohining qog'iz so'zlari o'yilgan va qini qo'yilgan. Bu 7 qochidagi yiziqlar Meran xonadonligidan tepilgan xotir putukdagi yiziq bilan o'xshash deb aytdi. Uning deb berishicha, bu 7 qochidagi yezilgan yiziqni bir yerga yig'sa, bir afsunning mazmuni chiqadi ekan. İşlar bekli murakkablashib ketdi, balam. Şunun bilan esimda qilishcha, men ularni ko'tirib, yana To'xtang. Meran xonligi Kiroran xonligidan keyin paydo bo'lgan tursa, uning ustiga Kirorandan tepilgan oltin qochidan Meran xonligining yezig'i tepildi deysiz-ku. Undaqda tarix ostin ustin bo'lib ketmamdi. Asta, nima deydigansan? Mening o'ylig'im shu. Ammo bu rost paket. Tushuntirish amalsiz bo'lgan paket. Undaqda afsunda nima yozilibdi? Eliqi zotning aytib berishicha, bu qochiga mol dunyoni maqsad qilgan har qanday odamga o'lim yiqilib keladi ekan. Bu qocha u odamga shundoq badbo'y puraydi ekan. Teni asta chirib tugaydi ekan. Yaxshilikni niyat qilgan odamlarga shundoq xushbo'y puroq ib kelamish. Uzoq umrga erishidu deb yozilibdi. Turib o'ylab qoldim. Helimu shayton ozdirmabdi. Nimishqa hamma sirni qo'qmay davat ekan desam, eshikdan kirishiga hamma niyat oshkorinib turadi ekan emasmi? Shunlashqa bu ishlarni qo'qmay dabadingizmi? Acaba bu qochi rostli shuncha qoldismi? Albatta shundoq. Sendan burun nurg'un olim o'limolar kirib, burnini etib, chiroyini purishtirib chiqib ketgan. Bugun bu ishlarni sana davilib, ichimmo xeyli bo'shab qoldi, balam. Sizga rahmat bova. Jiq ishlarni bildirib qo'ydingiz. Meningmi ko'nglim ichilib qoldi. Endi nemishqa bu narsalarni sotmaganimni bilgansan, balam? Tushundim bova. Ey, adabsizlik bo'lsa-mu so'rab baqay. Bu yil nechilar kirdilar? Ishonmayotsan, ha, balam? Yo'q, faqat shu bilgim kelib qoldi. Esimni bilgandan tortib hozirgacha hisoblasam, kam emas 130 dan oshdim-g'o deyman. Menmo aralla bo'p qoldim, balam. Elimi akamning hayotligini
ko'nglimning bir yerlari tuyib turdi. Uning ko'nglini yasimoqchi bo'ldim. Sizmi buncha uzun yashagankansiz, akangizmi yashamdi? Ey tentak, rastli qiziqchi bola ekansan. Yosh vaqtimning o'zi ekansan. Ma'qul buva, menmi qaytayamdi. Vaqtni bir yerga berib qoldi. Bo'lsa, keyin sizni yana yo'qlab kelaman. Voy, abla, ma qayerlig'imni. Sana choymi qo'ymabdiman balam. Hey, ozroq o'ltirg'ina, choy qo'yib olay. Rahmat buva. Siz menga emas, men sizga choy qo'yaman. Ko'rishkicha omon bo'ling, ha? Ma'qul emasa, o'zingni asra, kep turasan, ha? Ma'qul. Uning bilan xo'shlashib sirtqa chiqdim. Kunmi bir yerga qayrilibdi. Tushdan keyinlik havo odamga shunda xush yoqadi. Turibla beshimning og'rig'i to'xtab, kallamni shunda yeniklab qolgandek rohat his qilib atatdim. Ajiba, hiliqi Absun rost o'xshamamdi. Men bosib olmamdi. Avval qo'sug'imni to'xlab yotoqqa qaytay. Shu xiyollar bilan birdamdilla hiliqi bozorga kelib qopdiman. Yo'ldan o'tgach, hiliqi qiytiqchi yoymisini yig'ib etib, menga shunda tikilib qarawatganligini sezdim. Ko'rishmay ketding deb qolmasin. Qo'limni uningga qartib pulanglatdim. Ammo u chiroyini turib, menga tikilib qarawatdi va qishini kayni tarafga qartib, yenik etib qo'ydi. Tova. Bu nima qilg'indi amdi? To'xta. Kaynimga soch tushmagandi, ha? Shu xiyolni qilg'ash, ko'zimning quyrug'ida kaynimga qardim. Shu daqiqada shurugim qart qilib qoldi. Haqiqatan kaynimga 3-4 odam tushgan. Darhol yondagi do'qmishga agilgash, ularga yana bir qardim. Ikki yoqtikisi kostyum kiygan o'ttirda padichilar ishtini, xo'rim chapan kiyib olgan ayol. O'ng tarafdagi qo'lni chapinning ichiga sag'inni ko'rib qoldim. Ishchaqtoq. Men o'zimga shundoq deganimcha, orqa oldimga qaramay, qo'yindek yugurib qechishga boshladim. Ayolning tutunla degan ovozi bilan tangla, haliqi ikkisi meni qo'g'lashga boshladi. Ular puxroch kiyingan soqchi o'xshamabdi. Qarag'anda piyimga tushgili xeyli uzoq bo'lgan o'xshaydi. Shu xiyol bilan yugurib ketib, yo'ldan o'tib ketayotgan baqqolchining harvisiga qattiq so'qildim. Olma nashbutlar yerni qoplab ketgan edi. Yotam harvining girvikiga qattiq takkashga o'rnimdan bak tasti turdim. Qarasam ularni qo'g'lab kelib yetibdi. Putimning og'rig'iniga qaramay, asqab degandek qechishga boshladim. Ta'limga odam jiq ovat ko'chaga chiqib qoldim. Qistonchilikdan foydalanib, hech kim diqqat qilmaydigan kichik ko'chaga kirib oldim. Bu yerdami bozor bo'g'inni bilmabdiman. Oldimda bir kichik bola yo'lning yoqasiga ustaldan birini qo'yib, tavus pichib setib yutibdi ekan. Darhol yenimdan yuz ko'yliqdan birini chiqarib, uningga tanglab, "Askilar meni qo'lab kelyapti, ukam. Ustalning ostiga yo'shlanib olay. Ular kelsa, meni o'tib ketdi deb qo'yasan." Heliqi kichik bola ma'qul degunicha ustalning ostini yepib qo'ygan raqni qayirib berdi. Ustalning ichiga kirib, ko'nglim ozroq izziq tushdi. Taxminan 2-3 minutlardan keyin heliqi soqchining ovozi anglandi. Ukam, bu yerdan qarchapan kiygan 20 necha yoshlik biras o'tdimi? O'tdi. Necha minut burun oyoq tarafga yugurib o'tib ketdi-ku. Qo'g'langlar degan gap bilan ularning oyoq tevishi yiroqlashdi. Aqlinga barakalloh inim. Deb ustalning ostidan chiqib, beshimni shundoq ko'tirishimga dumbamga zoq qilib bir narsa sanchildi. Men bo'g'inni bilamay kaynimga shundoq burilishimga dumbamdan kirgan tok putimning uchidan cho'qamgacha chidog'siz og'irtibdi. Qattiq yerga qandoq tushganligimni bilmayman. Butun badanim o'zimga bo'ysunmay titrab o'tadi. Men bu og'riqni turmadagi vaqtimda jiq tetigan. Bu og'riqning ta'mini tetigan odam to'g'lig'iniga bir qitim emas, to'y qitim pushaymon qilib etadi. Chidog'siz og'riq og'zimdan ko'pik chiqarib etdi. Hech yerim o'zimga bo'ysunmagan. Hatto ko'zimni yumolmaydim. Heli qisoqchi yinimga kelib, menga ich og'irtgan talaffuzda. Kechirgin Ali. Odamlarim sal qayduqmaydi. Epmamamsizlar? Odamlarim dedimi? Xato emas, shundoq dedi.
ular saqchi emas ekan. Ular ikkisi ikki qo'limdan so'rash turib maqdi. Qarasam, heliqi saqchi balig'i necha varaq 100 so'mliqni berayotganligini ko'rib qoldim. Bu odam emas, haromliq. Anasini o'g'il bal deb tuqqucha, u burnini kirib chiqirvasi bo'lmamdi. Gap qilinmag'achqa, ichimda bo'lsa-mu tillab ulgurdim. Hep haromliq. Bulardan qutulib qolsam, onam-onamni ko'zing ko'zdiman. Ular meni so'rashtirib, yo'l yoqasidagi bir mashinaning ichiga peqirtib atmasmi? Ko'zimdan yulduzlar uchishga boshladi. Og'riq ustiga og'riq qo'shilib, bag'an sari holsizlanib, ko'zim yumilib, bir yonga asta serildim. Rollarda Bayan ham Ali rolida Shuhrat Abdurahman, Matiyan rolida Rahmatullah Hizbullah, Sirliq Bovay rolida Yaqubjon Yosin, boshqa rollarda Musajon Muhammad.